نوحي حمام فهذا القلب نواح. Hürmetli azizlar, tövende Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri namlı kitabını huzuruna sununuz. السكوت وهذه الأرض تجتاح. Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri. Avtori Şeyh Mahmud Misri. Uyg'urchaga tercüme qiluvchi İslam Chakarlari guruhi. حمام فهذا القلب نواح وابكي مليا فملء الكون أسراح. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu 7. qism. Siddiq radiyallahu anhuning murtadlar jangidagi maydoni. İmam Zahabi mundaq deydi. Peygamber aleyhisselamның vafot bo'lganlik xabari atroflarga tarqaganda arablardan nurg'un kishilar islom dinini yenib oldi va zakot bermadi. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ularga qarshi jang qilishga qaror qildi. Ömer ibn Xattob radiyallahu anhu va boshqalar ular bilan jang qilishdan yenish maslahatini berdi. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu: Alloh bilan qasamki, agar ular payg'ambar alayhissalomga topshirayotgan bir tal arg'amchini menga bermasa, uning uchun ular bilan jang qilaman dedi. Bu chaqda Ömer ibn Xattob radiyallahu anhu Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhuga: Payg'ambar alayhissalom men kishilar bilan ular bir Allohdan boshqa haqiqiy ma'bud yo'q deganga qadar urush qilishga buyurildim. Kimki bir Allohdan boshqa haqiqiy ma'bud yo'q desa, mendan jinini va melini qo'dab qolgan bo'ladi. Faqat u so'zining haqqi bilan saqlab qola oladi. Uning hisobi Allohgadir degan tursa, qandoqmi ular bilan jang qilasan dedi. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu: Allah bilan qasamki, agar ular payg'ambar alayhissalomga topshirib kelayotgan bir kishi o'g'loqni, ya'ni bir rivoyatda bir tal arg'amchini menga bermasa, uni bermaganligi uchun ular bilan jang qilaman. Shak shubhasizki zakot molning haqqidir. Allah bilan qasam, namoz bilan zakotning o'tirisini ayirgan kishi bilan jazman urush qilaman dedi. Umar radiyallahu anhu mundaq deydi: Alloh taolo Abu Bakrning qalbini urushga ichayotganligini bilibla uni haq deb tunudi. Umar ibn Xattob radiyallahu anhu degan so'zlar ichida: Ey payg'ambar alayhissalomning xalifasi, kishilar bilan ulpatlashgin, ularga mehribon bo'lgin degan so'zlar bor edi. Uningga Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu javob berib: Sening menga yordam berishingni umid qilgan edim. Sen meni yordamsiz tashlab qo'yg'ili kapsan. Jahiliyatda zo'ravon kishi İslamda qo'rqinchoqmi? Haqiqatan vahiy uzildi. Din komil bo'ldi. Ajabo men tirik turib din ojizlashamdi? Payg'ambar alayhissalom u so'zning haqqi bilan saqlab qola oladi degan emasmi? Namozni ado qilish, zakotni berish bu so'zning haqqi jumlasindandir. Kishilarning hammasi meni yordamsiz tashlab qo'ysimi, ularga qarshi jinim bilan jihad qilaman dedi. Mana bu Allah tabaraka va taala tarafidan kuchlantirilgan muborak maydon edi. Allah azza va jalla bu dinga muborak kishini tayinlab berdi. Bu bo'lsa-mu Siddiq radiyallahu anhu edi. Bu katta fitnada u nihoyatda mustahkam turdi. Bu orqali uning iymon, jazmiyat va bu dinni cho'nqur tushunganlikdan katta bo'lganligi namoyon bo'ldi. Shuning uchun Allah uni o'z dargohidan bo'lgan yordam bilan kuchlantirdi. Arab yerim oralining qaysi tarafida bo'lmasin, shu yerdagi ba'zi kishilarda murtadlik ko'rildi. Siddiq radiyallahu anhu shu joylardagi mu'minlarga yordamchi bo'ladigan qo'shin va amirlarni avatdi. Shu joylarning qaysi birida mushriklar bilan mu'minlar uchrashsa, Siddiq radiyallahu anhuning qo'shini shu yerdagi murtadlar ustidan g'alaba qiladi. Futkul Madiha va pastlik kiram Allohga xosdir. Mu'minlar murtadlardan nihoyat ko'p kishilarni o'ldirdi va ko'p g'animatlarni oldi. Shu orqali u yerdagi kishilarga qarshi kuch to'pladi. Ular olgan g'animatlarning 5dan birini Siddiq radiyallahu anhu ga avatdi. Siddiq radiyallahu anhu uni kishilarga sarf qiladi. Shuning bilan kishilarga kuch paydo bo'lib, ana shu mollar bilan ajamlardan va rumluqlardan musulmonlar bilan urush qilmoqchi bo'lganlarga qarshi tayyorlik qiladi. Ummatning siddiqi islom asoslarini tayyorlash va kishilarning haddidan oshganlarga qarshi jang qilish uchun islom qo'shinlarini har tarafga avatganga qadar
uning ko'zi uyquga barmadi. Hatto u dindan qochgan kishining ketib qolganidan keyin uni islomga qaytarib keldi. Haqni asliga qaytardi. Arab yerim orali islom uchun tayyorlandi. Eng yiroqmi, eng yaqindek bo'lib qoldi. Zaminning va osmonlarning parvardigori bo'lgan Allohning fazli bilan g'alaba va fatihlar orqa qaytib keldi. Islom qo'shinlari Paris va Rumliqlarni bosh egdirdi va o'zlarining kuch-quvvatini va jang qilish iqtidorini oshkor qildi. Siddiq radhiyallohu anhu Qur'oni Karimni to'plagan tunji kishidir. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu nurg'un sahobalarni Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu qo'mondonligi ostida Musaylima Kazzobga Alloh uningga tegishli jazosini bersin, qarshi jang qilish uchun tayyorladi. Ular Musaylimaga qarshi Alloh uni xor qilib o'ldirganga qadar qattiq jang qildi. Bu jarayonda Yamama voqeasida sahobalar ichidagi Qur'on yodlovchi, ya'ni qorilardan 700 kishi shahid qilindi. Aytilishicha, shahid qilinganlar uningdan ko'p ekan. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu boshqa qorilarmi shahid qilinishdan burun Qur'onni to'plash to'g'risida o'ylanishga boshladi. Biz bu hikoyani payg'ambar alayhissalomning vahiy yozuvchisi Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhudan anglaylik. Zayd mundoq deydi: Yamama urushidan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu menga odam avatibdi. Men uning yeniga borsam, uning yanida Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bor ekan. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Umar yenimga kelib, Yamama kuni Qur'on o'qiydiganlar, ya'ni qorilarning shahid qilinishi nihoyat og'ir bo'ldi. Agar jang maydonlarida qorilarni o'ldirish og'ir bo'lib ketsa, Qur'onning ko'pinchisining ketib qolishidan qo'rqaman. Men sening Qur'onni to'plashga buyurishingni to'g'ri ko'raman dedi. Men Umarga payg'ambar alayhissalom qilmagan ishni biz qandoqmi qilamiz dedim. Umar Alloh bilan qasamki, bu bir yaxshi ish dedi. Umar radhiyallohu anhu menga murojaat qilaverdi. Hatto Alloh mening qalbimni bu ishga ichibdi. Bu haqda Umar radhiyallohu anhu to'g'ri ko'rganni menmi to'g'ri ko'ryapman dedi. Bir rivoyatda Zayd mundoq deydi: Abu Bakr menga mundoq dedi: Bu yana Umar meni bir ishga chaqirdi. Sen bo'lsang vahiy yozuvchi. Agar sen u tarafda tursang, ikkilanlarga ergishiman. Agar menga muvofiqlashsang, unda qilmayman dedi. Mendan Umarning uningga degan so'zini talab qildi. Men uningdan qochdim. Ondan Umar: Bu ishni qilsanglar sizlarga nima ziyon dedi. Biz o'ylanib ko'rib, Alloh bilan qasamki, bizga hech qanday ziyoni yo'q dedik. Zayd mundoq deydi: Abu Bakr, haqiqatan sen aqlli, yosh yigit. Biz sendan gumonlanmaymiz. Sen payg'ambar alayhissalomga vahiy yozatding. Qur'onni izlab jamlagan eding. Alloh bilan qasamki, agar u meni tog'lardan bir tog'ni yutkashga buyurgan bo'lsa edi, menga nisbatan u meni buyurgan Qur'onni to'plash vazifasidan eg'ir kelmaydi. Men payg'ambar alayhissalom qilmagan ishni qandoqmi qilasizlar dedim. U Alloh bilan qasamki, bu yaxshi ish dedi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu menga bu buyruqni takror qilaverdi. Hatto Alloh taolo Abu Bakr va Umarning qalbini ochgan ishqi mening qalbimni ochdi. Men Qur'onni xurma shoxlaridan, yo'parmoqlaridan, sopol toshlardan va kishilarning qalblaridan uzildirmay to'plashga boshladim. Hatto sura Tavbaning oxiridagi: Ey insonlar, shubhisizki sizlarga o'z oranglardan payg'ambar keldi. Sizlarning kulfat chekishinglar uningga eg'ir tuyuladi. Sura Tavba 128-oyat. degan oyatdan sura Baroaning oxirigacha bo'lgan oyatlarni Abu Huzaymatul Ansariydan boshqa hech kimning yenidan topolmadim. To'plangan Qur'on sahifalari Alloh Abu Bakrni vafot qildirganga qadar uning yenida edi. Uningdan keyin Umarning hayot vaqtida uning yenida turdi. Uningdan keyin Umarning qizi Hafsaning yenida turdi. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Uning Umar radhiyallohu anhuni xalifa qilganligi. Siddiq radhiyallohu anhuning ajali yaqinlashganda Alloh azza va jalla uni murtatlar fitnasini tugutish bilan hurmatlagan. Uning davrida fitnalar ko'paygan va Alloh uning qo'li bilan islomga va musulmonlarga ko'p yaxshiliklarni ato qilgandan keyin u o'zining keyin islom va da'vatni tarqitish safarini to'liqlaydigan va kishilarning qo'lidan tutib rahim shafqatlik Alloh azza va jallaning jannatiga yetaklaydigan
bir kishini xalifa qilib qo'yishning eng afzal ekanligini his qildi. Shaksizki bu kishini Siddiq radhiyallohu anhuning vafotidan burun tanlab chiqishi, musulmonlarni keyingi xalifa haqida talash tartib qilish mushaqqatidan saqlab qoladi. Siddiq radhiyallohu anhu o'zining o'lib ketib, bu mansabga, ya'ni xalifalikka eng loyiq kishining uningga qiziqmaganligi va qo'rqqanligi sababli o'zini tortishdan, shuning bilan bu mansabga loyiq emas kishining uni qo'liga elishidan va o'zining omonatini zayo qilgan bo'lib qolishidan qo'rqatdi. Siddiq radhiyallohu anhu o'zidan keyin bir kishini xalifa qilish zarurligini tushunib yetdi va sahobalardan Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu haqidagi ko'z qarashlarini so'rashga boshladi. Sahobalar ichidan Umarning fuqarolarga qo'pollik qilishidan qo'rqqan kishilarni hisobga olmaganda, sahobalarning hammasi Umarning xalifalikka eng loyiq kishi ekanligiga birlikka keldi. Umar radhiyallohu anhuning qo'polligidan qo'rqqan bu ulug' sahoba shuni bilmamdiki, Umar radhiyallohu anhu faqat biror kishining payg'ambar alayhisolamning obraziga yoki payg'ambar alayhisolamning xalifasi Abu Bakrga, Siddiqning obraziga daxli taroz qilishga jur'at qilgan vaqtda qo'pollik qiladi. Shu vaqtda Siddiq radhiyallohu anhudan keskin qaror keldi. U Osman ibn Affonni chaqirib mundoq dedi: "Yozg'in, nahit shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan bu Abu Quhafaning o'g'li Abu Bakr Siddiqning dunyodan ayriladigan oxirgi mezgilida kafirmi ishinadigan, gunohkormi jazmiyat qiladigan va yolg'onchimi tasdiq qiladigan, oxiratga boradigan dastlabki mezgilida qilgan vasiyatidir. Men sizlarga xalifa qildim." Ondan u o'shidan ketdi. Osman radhiyallohu anhu: "Men sizlarga Umar ibn Xattobni xalifa qildim" deb yozdi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu hushiga kelganda Osman radhiyallohu anhuga "Menga o'q bergin" dedi. Osman radhiyallohu anhu o'qigan edi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu takbir etdi va "Men seni mening behushligimda o'lib ketsam, kishilarning ixtilof qilishidan qo'rqibdi deb o'ylayapman" dedi. Osman "Ha" dedi. Abu Bakr: "Alloh sana islom va musulmonlar nomidan yaxshi mukofot bersin" dedi. Uni Abu Bakr radhiyallohu anhu ma'qulladi va Osmanni kishilarga xatni elib chiqib o'qib berishga buyurdi. Kishilar bu xatga kishiga bay'at qildi. Haqiqatan kishilar uning Umar radhiyallohu anhu ekanligini biladi. Uning Umar radhiyallohu anhuga qilgan qimmatli vasiyati Abdurrahman ibn Abdullah ibn Sabitdan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu sakratga tushgan vaqtda Umar radhiyallohu anhuni chaqirib uningga mundoq dedi: "Ey Umar, Allohdan qo'rqin. Shuni bilginki, Alloh uchun kunduzda qilinadigan amal bor. Alloh uni kechasi qilsang qabul qilmaydi. Kechasi qilinadigan amal borki, uni kunduzi qabul qilmaydi. Sen farz amalni ado qilmoqcha, nafl amalni qabul qilmaydi. Qiyomat kuni tarozisi ig'ir kelgan kishilarning tarozisi dunyoda haqqa ergashganligi va haqning ig'ir ekanligi sababli ig'ir keladi. Anda, ya'ni qiyomatda haq silingan taroziga ig'ir kelishi loyiqdir. Qiyomat kuni tarozisi yengil kelgan kishining tarozisi ularning dunyoda botilga ergashganligi va botilning ularga yengil kelganligi uchundir. Ada botil silingan taroziga yengil kelish loyiqdir. Alloh taolo jannat ahlini tilga elib, ularni eng yaxshi amallar bilan tilga oldi va yomon amallarni kechirib yetadiganlikni tilga oldi. Ularni asliga vaqtingda men ularga qo'shilmaslikimdan qo'rqaman deb qolasan. Alloh taolo davzax ahlini tilga elib, ularni eng yomon amallar bilan tilga oldi va yaxshi amalini rad qildi. Ularni asliga vaqtingda men ular bilan birga bo'lib qolmaslikni umid qilaman deb qolasan. Banda Allohning rahmatini umid qilmoqchi, azobidan qo'rquvchi bo'lishi, Allohdan quruq orzularni qilmasligi, Allohning rahmatidan noumid bo'lmasligi kerak. Agar nasihatimni esingda saqlasang, sana o'limdan suyumli g'oyib narsa bo'lmaydi. U sana hamon keladi. Agar vasiyatimni zoya qilsang, sana o'limdan yomon ko'riladigan g'oyib narsa bo'lmaydi. Sen uningdan qochib qutula olmaysan.
eng farosatli kishi 3'tur. İbn Mas'ud mundaq deydi. İnsanlar ichida eng farosatli kishi 3'tur. Birinchisi Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. U Umar ibn Xattob radiyallahu anhu to'g'risida farosat ishlatib, uni xalifa qilgan. İkinchisi Musa alayhissalomning ayoli. U: "Ey ata, uni sen ishlatgin. U sen ishlatganlarning eng yaxshisidir, kuchli, ishonchlidir." Sura Qasas 26-oyat degan edi. Otasi: "Uning kuchlikligini na'dan bilding?" dedi. Qizi: "U quduqning yeniga keldi. Quduq ustida xeli kishilarni ko'tara olmaydigan cho'ng bir tosh bor edi. U o'sha toshni ko'taribdi" dedi. Otasi: "Uning ishonchliligini na'dan bilding?" dedi. Qizi: "Men uning oldida mangan edim, meni orqasiga o'tkazdi" dedi. 3. Aziz, ya'ni Misrning vaziri. U Yusuf alayhissalom haqida farosat ishlatib ayoliga: "Uni yaxshi kutgin. Bizga asqatar yoki bola qilib olarmiz" degan edi. Sura Yusuf 21-oyat. Safar vaqti keldi. Yaxshi ko'rish, beg'ishlash, qurbon berish, fidokorlik, odillik va shaxsiyatsizlik bilan to'lgan uzun hayotdan keyin Allohning elchisining xalifasi, do'sti va hamrohi bo'lgan payg'ambar alayhissalom bilan qo'shilib, rahim shafqatlik Alloh azza va jallaning jannatida o'zaro qarindosh bo'lgan holda taxtlar ustida bir-biriga qarashib o'ltirish uchun o'lim ko'rpasida uxlab qoldi. Oysha radhiyallohu anhoda rivoyat qilinadiki, Abu Bakrning kasalining boshlanishi uning yuyinishi bo'ldi. U nihoyatda sovuq kun edi. Shuning bilan u 15 kun qizib qoldi. U namozga chiqolmay, Umarni kishilarga namoz o'qib berishga buyurdi. Ular uni yo'qlab turadi. Abu Bakrning kasallik vaqtida uningdan ayrilmay turgan kishi Osman ibn Affon bo'ldi. Oishada rivoyat qilinadiki, u mundaq deydi: Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu vafot bo'lishdan ilgirki kasallik vaqtida mundaq dedi: "Men xalifalik vazifani ustimga olgandan buyon melimga qo'shilgan narsalarga qarab, uni mendan keyingi xalifaga avatib beringlar. Biz qarsak uning bolalarini ko'tarib yurgan barbarlik bir qul, uning beg'iga suv to'shiydigan bir tugi bor ekan. Biz u ikkisini Umarga avatib berdik." Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi: "Buvamning menga aytib berishicha, Umar radhiyallohu anhu yig'lab ketibdi va Allohning rahmati Abu Bakrga bo'lsin. U o'zidan keyingilarni ko'p charchitibdi" debdi. Oysha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi: Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu og'rib qolgan vaqtda uning yoniga kirsam, u meyit mashg'ul bo'ladigan ishlar bilan mashg'ul bo'layotgan ekan. Men tuvandagi beytni misol keltirdim. Hayotim ilkida bo'lgan zot bilan qasamki, xirqirab nafsing siqilgan vaqtda yigitga mol dunyo nimaga asqatadi? U menga xuddi g'azablangan kishidek qarab: "Ey mu'minlarning onasi, undaq emas, lekin Allohning so'zi eng rostdir. O'limning sakrati haqiqatni elib keldi. Ya'ni oxiratni inkor qilg'uchi oxiratning dahshatini aniq ko'radi. Sen uningdan, ya'ni o'limdan qochatding." Sura Qaf 19-oyat. Ondan keyin: "Ey Oysha, oilamda menga sendanmi suyumli kishi yo'q. Men sana bir boqni bergan edim. Qalbimda u vaqtda bir narsa bor. Uni mirosga qaytarib etgan" dedi. Oysha radhiyallohu anha ma'qul deb uni qaytarib etdi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu mundaq dedi: "Biz musulmonlarning ishiga ega bo'lgandan tortib, ularning bir dinar va bir dirham pulini yeb boqmadik. Lekin biz ularning tomoqlarining nacharlaridan qo'rsaqlarimizga yedik. Ustimizga ularning kiyimlarining nacharlaridan kiydik. Yanimizda musulmonlarning o'lja g'animatlaridan bu qora talli qul, bu suv to'shiydigan to'ga va bu ko'na adiyaldan boshqa narsa yo'q. Men o'zim bularni Umarga avatib bergan va bulardan poklangan." Oysha radhiyallohu anha shunday qildi. Abu Bakrning elchisi Umarning yeniga kelganda Umar yig'lab ketdi. Hatto uning yoshlari yerga eqishga boshladi. U: "Alloh Abu Bakrga rahmat qilsin. U o'zidan keyingilarni charchitibdi.
Allah Abu Bakrga rahmat qilsin. U o'zidan keyingilarni charchitib etdi. Allah Abu Bakrga rahmat qilsin. U o'zidan keyingilarni charchitib etdi deydi. Abu Bakr radhiyallohu anhu vafot bo'lish yaqinlab qolganda mundoq dedi. Men davlat g'azinasidan 6000 dirham olmoqcha. Umar radhiyallohu anhu bo'ldi qilmagan edi. Mening falon yerdagi begim shuning ichida. U vafot bo'lganda Umarga uning so'zi tilga ilingan edi. U Alloh Abu Bakrga rahmat qilsin. U o'zidan keyin hech kimga gap qoldirmaslikni xohlabdi dedi. Abu Bakrning kesili Hijriyaning 13-yili Jumadiyal oxir oyining 22-kuni dushanbaga seshanba tong otilgan kecha bo'lguncha 15 kun davomlashdi. Aisha mundoq deydi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu uningga Payg'ambar alayhissalom qaysi kuni vafot bo'lgan dedi. Aisha dushanba kuni dedi. Abu Bakr Alloh xohlagan bo'lsa, men bu kecha vafot bo'lishini umid qilaman dedi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu yana Payg'ambar alayhissalomni nimada kiypanlangan edinglar dedi. Aisha Yamanning Sahul shahridan keltirilgan 3 tal oq kiyimda kiypanlik ichida ko'nglakmi sallimi yo'q edi dedi. Abu Bakr bu kiyimimga qara. Uningda zabaning yoki qizil to'pining dag'i bor. Bu kiyimimni yuvg'in va uningga 2 kiyimni qo'shgin dedi. Aisha ey ota bu kiyim ko'na degan edi. Abu Bakr tiriklar yangisiga eng loyiq. Bu kiyim bir mezgil, ya'ni qabridagi vaqt uchun dedi. Aishadan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu sakratga tushganda, bu qaysi kun dedi. Ular dushanba kuni dedi. U agar bu kecha vafot bo'lsam, meni atiga qo'ymay dafn qilinglar. Chunki menga kunduz va kechalarning eng suyumligi Payg'ambar alayhissalomga eng yaqin bo'lganidir dedi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu 63 yoshida vafot bo'ldi. Hamma rivoyatlarda buningga birlikka kelgan. U Payg'ambar alayhissalomning yoshini to'liq yashagan edi. Abu Bakr radhiyallohu anhu pil yilidan 3 yil keyin tug'ilgan edi. Uni ayoli Asma binti Umays yuyundirdi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu shuningga vasiyat qilgan edi. U vasiyatiga asosan Payg'ambar alayhissalomning yeniga dafn uningga xalifasi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu namoz o'qidi. Uni qabrisiga Umar, Osmon, Talha va o'g'li Abdurrahmon elib kirdi. Uning beshi Payg'ambar alayhissalomning tog'ining ko'ksining o'tilida qo'yildi. Uning qabrisi Payg'ambar alayhissalomning qabrisiga yondosh choplab qo'yildi. Alining Siddiq radhiyallohu anhu vafotidan keyin qilgan mangulik so'zlari. Said ibn Saffon radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu vafot bo'lib, yo'gab qo'yilganda xuddi Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lgan kundagidek Madina yig'i bilan titrab ketdi. U mundoq deydi. Ondan Ali ibn Abu Talib kelib, Abu Bakr radhiyallohu anhu bar uyining yenida to'xtadi va mundoq dedi. Alloh sana rahmat qilsin ey Abu Bakr. Sen Payg'ambar alayhissalomning do'sti, ulfatdishi, oramgohi, ishonchli kishisi, uning sir va maslahat o'rni eding. Sen musulmon bo'lishda kishilarning tunjisi, iymon jihatda eng sof, Allohga bo'lgan jazmiyatda eng qattiq, Allohdan eng qo'rqadigan, Alloh azza va jallaning dinida eng boy, Allohning payg'ambariga eng ehtiyotjon, islomga eng kuyimjon, Payg'ambar alayhissalomga hamroh bo'lishda eng yaxshi, fazilat jihatda eng ko'p, ulgu bo'lishda eng afzal, daraja jihatda eng ustun, Allohga yiqilishadigan vosita jihatda eng yaqin, xislat va axloqda Payg'ambar alayhissalomga eng o'xshaydigan, urun jihatda eng ulug', Payg'ambar alayhissalomning nazarida eng ustun, Payg'ambar alayhissalomga eng mard eding. Alloh sana Allohning payg'ambari va islom nomidan eng afzal mukofotni bersin. Kishilar Payg'ambar alayhissalomni yolg'onga chiqarganda sen tasdiqlading. Sen Payg'ambar alayhissalomning nazarida quloq va ko'z o'rnida eding. Alloh seni o'zi tushirgan kitobda siddiq tasdiqlovchi deb atab, rost so'z, ya'ni Qur'onni elib kelgan kishi va uni e'tirof qilgan kishi dedi. Sura Zumar 33-oyat. Kishilar bexillik qilganda sen Payg'ambar alayhissalomga yordam berding. Kishilar o'ltirib olganda sen uning bilan qiyinchilik bo'lishiga qaramay tik turding. Qiyinchilikda uningga eng yaxshi hamroh bo'lding.
G'ordagi ikki kishining ikkinchisi, uning g'ordagi hamrohi, Alloh tarafidan xotirjamlik beg'ishlangan kishi, uning hijratdagi hamrohi, uningga Allohning dinida va ummati ichida xalifa bo'lgan. Kishilar dindan yonganda xalifalikni yaxshi qilgan kishisan. Bu ishni xalifalikni hech bir payg'ambarning xalifasi bijirib qilib boqmagan darajada yaxshi qilding. Payg'ambar alayhissalomning sahobalari suslashib qolganda sen tik turding. Ular taslim bo'lganda sen maydonga tushding. Ular ojizlashganda sen quvvat bilan turding. Ular suslashganda sen payg'ambar alayhissalomning yo'lini ching tutding. Sen xuddi payg'ambar alayhissalom aytgandek badan jihatda ojiz, Allohning amrida kuchli, o'z nafsingda kamtar, Allohning nazarida katta, kishilarning ko'zlarida ulug', qalblarida cho'ng eding. Ularning hech biri sendan ayib topolmaydi. Sening haqqingda fitna xorma fitna qila olmaydi. Sening nazaringda hech bir maxluqqa yon besish yo'q edi. Ojiz va xor odam sen uning haqqini elib berganga qadar sening nazaringda kuchli va aziz edi. Yiroq va yaqin sening nazaringda o'xshash edi. Sening yanında eng yaqin kishi Alloh azza va jallaga eng itoat qilgan va eng taqvoli qilgan kishi edi. Sening odating to'g'riliq, rostchilik va kuyimchanlik, sening so'zing hukm va qaror, sening buyrug'ing keng qo'rsoqlik va keskinlik, ko'z qarashing ilm va iroda edi. Din sen bilan ravurus bo'ldi. Iymon sen bilan kuchlandi. Allohning dini g'olib bo'ldi. Alloh bilan qasamki, sen ko'p ilgirlab ketding. Sendin keyingilarni ko'p charchitib etding. Ochiq oshkora yaxshilikqa erishding. Biz Allohning mulkimiz va Allohga qo'shquchlarimiz. Allohning hukmiga rozi bo'ldik. Allohning amriga taslim bo'ldik. Musulmonlarning beshiga payg'ambar alayhisalomdan keyin sening musibatingdek musibat kelmaydi. Sen musulmonlarga izzat, qalqon va panohga eding. Alloh azza va jalla seni payg'ambar Muhammad alayhisalom bilan birga qilsin. Bizni sening ajringdan mahrum qilmasin va sendan keyin bizni ozdirib etmasin. Kishilar Ali radhiyallohu anhu so'zini tugatgicha jim turdi. Ondan un selib yig'lab ketdi va rost aytding deyishdi. Umardan rivoyat qilinadiki, u mundoq degan: agar Abu Bakrning iymoni zimindagi kishilarning iymoni bilan taroziga selinsa, Abu Bakrning iymoni besib tushadi. Kashki men Abu Bakrning maydasidagi bir tal tuk bo'lsam edim. Abu Bakrdan va boshqa sahobalarning hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Amin. Alloh taolo bizni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning yo'lini tutib mang'ili nasib qilsin. يهنأ فؤادي كلما سمع النداء وأقبل. Hürmetli anlayıcılar, bu qatımlıq anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Sizlerni büyük Allah'ın amallıqı tavşırımız. Allah'a emanet. في عزته تسمو به للعالي.